Navbatda Sabahattin Zaim Üniversitesi o'qituvchisi, To'nsiz doktor va aktivist doktor Bo'lhan Ulug'yo'l apandini so'zga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Mening maktabda bir muhim yig'inim bo'lganligi uchun bir qancha qarindishimizning haqqiga kirib qoldim. Haqqinglarni halol etinglar inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlar, bugun bir umidni ko'rdik. Ya'ni biz dunyoga, shundaqla Türk xalqiga o'zimizning birlasha oladiganligimizni isbotlab berdik qarindoshlar. Ya'ni har bir Uyg'ur, her bir Sharq Turkistonlik qarindishimiz egri bir kun kelgan vaqtda biz mushunda bir-birimizga ega chiqalasak, inshaalloh biz vatanimiz uchun ega chiqalaymiz qarindoshlar. Demakki, agar biz Turkiyadagi kim bo'lsa-bo'lsin, bir Uyg'ur, bir Sharq Turkistonlik har qanday bir xatarga duch kelgan ahvolatida biz mushunda birlashalsak, inşallah işlerimiz hayli oldu da qarayman. Ben vaqt münasebeti bilan jiq qilmayman, lekin vatan uchun kurash qilmasak, Sharq Turkiston bizni kechirmaydi. Vatan uchun kurash qilmasak, vatandagi xalq bizni kechirmaydi. Biz vatan uchun kurash qilmasak, vatandagi islom, vatandagi masjidlar, vatandagi Qur'onlar bizni kechirmaydi. Biz vatan uchun kurash qilmasak, vatandagi otalar, vatandagi onalar, vatandagi farzandlarimiz bizni kechirmaydi. Qisqasi, biz vatan uchun kurash qilsak, vatandagi hayvonlarga qadar bizni kechirmaydi qarindoshlar. Shuning uchun biz har vaqt, har zaman xalqimiz uchun chiqishni, vatanimiz uchun kurash qilishni davomlashtirishimiz kerak. Shundaqla inshaalloh mushu xalqimizniki dastiki bilan, xalqimizning duosi bilan, mushu xalqimizning kuchi bilan inshaalloh Xitoy avlodlarini hamon bir kuni Allohning izi bilan cho'qim qo'g'lab chiqaramiz. Kafir Xitoy biz Uyg'urlarga emas, Allohning diniga, Allohning masjidlariga, Allohning kitoblariga urush e'lon qildi. Demakki Xitoy faqat Uyg'urlarga emas, İslam'a urush açtı. O yüzden Allah'ın vədisi oçuktur qarindoshlar. Bu kafirni çoqum yo'qotalaydiganligimizga, çoqum mag'lub qildiganligimizga ishonishimiz kerak. Ya buningga bir musulmon bo'lishimiz bilan iymon etishimiz kerak. Vaqt munosabati bilan men ishga qilay. Hamma qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Kelgan qadimlarga Allah bereket versin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burhan Ulug'yo'l apandimga Allah razı olsun.